Navruz. Sen izlanmaydi qilib kecha ko'rsatganman kecha подписчиклari qancha bor edi qo'y Instagramda 20 ming подписчигim bor. Ya Instagramga qo'ymayman, qo'rqma. Buni o'zimga olib qo'yaman deb. Ana oldingi olganimni ham kelayotsa so'raydi. Instagramda Mana Navruz mana qilingan. подписчигini ko'rishni tashlaydi. Nimaga? Juda ko'p. O'zi 20 mingdan oshiq edi, kamayib qoldi bilan. 20 ming? Ha, da. 20 ming. Kirdirmagan. No, Nakri. Yo'q, tozasi. 100 ming euro beradi. Men uni futbolda urganman-da, futbol qo'yardim oldin. bizim workers, no? Nakri. Nima yana? Oldindan. Nakrutka. Nakri. Nakrutka deydi. Bu haqiqiy nima ular? Haq. Oldindan. Yo, meniki haqiqiysi. Ha, YouTube'da 30 ming bo'lib ketdi. Blokka tiqib qo'ydi. Sen zaten videolar internet qo'ymaysiz nimaga? Chiqsan-da. Ha, nima? Mashhur bo'lib ketadi. Izlanmaydi bo'lsang bo'libsan-da. Qizlar orqangdan yuradi-ku chopqinlar. Mashhur. Eng katta usta shu deyman. Katta odam ketib. Varada qabul qilaveraman, topishlar. Hatto Конечно. Hozir bilasan, hammasi blogerlarda faqat. Ana bitta usta bor. Oti kim edi o'shani?